Assalomu alaykum, Kulubay obunachilari. Biz haligi voqeani davom etib qo'yishimiz kerak, shuni davom etib qo'yaylik. Biz Azbe bilan sababsiz shamol bo'ldi asosan. Kulangan masalan ko'pchilik savol kommentariy yozishdi. O'shanga biz javob bermoqchimiz. Kelishimiz qanday bo'ldi? Oxiri borib shamolga to'ngardik, u shamol orqasidan bo'ldi. Aybni oqtarmadi bu yerda. Ko'pchilik komment yozib chiqdi, 50 kelik bo'laversin, 50 kelik bo'laversin degan odam ko'p yozdi. Shu hisobda bitta ikkita salafon bo'lgan hisobiga bitta salafonni Azbi o'zi to'ladi, bitta salafonni Bulumon o'zi to'ladi. Bunday qilayotgani 3 million, 3 million tushdi, o'sha jami 3 million 200 atrofida. 3 million 200 bo'lsa, 2 o'g'ini 1 million 600 mingdan oldik. Bo'lib oldik ziyonda. O'zi o'tgan yili har yili yangilab, yangi yopaman dedingiz siz. 08 yop bering dedingiz. Men 08 tavsiya qilmodim sizga. 100 lik yop berali. Sifatli bo'lsin. Uzoqroq xizmat qilsin dedim. Niyatingiz ketib qolgan ekan, mana bu yil yangi salafamni yana davom ettiradi. Sizlar o'zi kelganingizda qaraydi, ko'rdingiz, loyiha. Mana yarki bo'lib quyosh yangi bo'lib qoldi qayt mana shu vaqtda shu sabab bo'lib qoldi, yangi qo'yib oldik salafanda. Hatto hozir mana yangi bo'lib quyosh nurini ko'rib turibsiz. Yo'q, yorug' ichkari. Bunchalik yorug'mas edi-da. Yorug'mas edi. Endi 1 yil ichida bu chang ushlab, bitta yog'in yoqsa-ku, lekin u ham yuyilib ketadi, lekin chang. Mana kelinga mana yo'lga qo'yib berasiz-ku. Yana salafonni ochib qo'yib, yana o'rta qilaveramiz. O'zi siz sabab bo'lib shu ochib qo'ydingiz, shamol bir deguncha uchirib ketdi. Ko'pchilikka tavsiya beramiz. Ochgandan keyin nimadir qilib mahkamlab qo'yib, uzoq vaqt ochiq tursa, shu bir deguncha uchib ketdi. Bitta ko'z yumib ochguncha salafonni hep ketib qoldi. Hech bunaqa shu holatimiz davomida. Azbi, mana xafa bo'lganingiz yo'qmi? Yo'q, men xafa emasman. Mana xafa emasman, o'zi kelishib oldik, 50 kelishib oldik. Bergan pulingiz rozi bo'lib, biz ham mehnatimizga rozi bo'lib, yaxshi daromad qilib, xudo xolasa yo'llariga yana pul beramiz, oka. Bo'ldi.